Photoshop'ni ochgandagi ishlamoqchi bo'lgan rasmni kirib olamiz va Ctrl 0 ni bosish orqali cho'ngaytirib olamiz. Ctrl J ni bosish orqali rasmni ko'paytirib olamiz va ostidagi rasmning ko'zini yetib o'tamiz. Üst tarafdan Select'ni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Subject'ni tanlaymiz. Sol tarafdagi qurollar qismidan kesish qurolimizni tanlaymiz va mousening o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan Layer via Cut'ni tanlaymiz. Shaklni tanlab bo'lgandan keyin ost tarafdagi bo'shliqni yuvib o'tamiz. Ost tarafdan Adjustment Layer'ni tanlaymiz, ochilgan ko'znakdan Solid Color, ya'ni taglikning rangini tanlab olamiz. Ustidagi taglik rangni rasmning ostiga olamiz. Rasmni tanlab mousening o'ng tarafini bosamiz, ochilgan ko'znakdan Create to Smart Object deganni tanlaymiz. Üst tarafdan Filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Blur va Gaussian Blur'ni tanlaymiz. Açılgan ko'znakdagi bo'shliqqa 8 ni yoki 10 ni yozsak bo'ladi. Ost tarafdan Adjustment Layer'ni bosamiz, açilgan ko'znakdan Black and White ni tanlaymiz. Üst tarafdan File ni tanlaymiz, açilgan ko'znakdan Save As ni bosamiz va mashg'ulotga o'xshash saqlab olamiz. Saqlab bo'lgandan keyin Layer qismidan üst tarafdagi Black and White deganni yuvib o'tamiz va rasmga bergan g'uvoliq unumini o'chirib o'tamiz. Ctrl A ni bosish orqali biz ishlayotgan mashg'ulot ko'zligining cho'ng kichikligini tanlab olamiz. File qismiga kelib o'xshash mashg'ulot ko'zligidan yana birini ochamiz. Yangi ochilgan mashg'ulot ko'zligini Ctrl 0 ni bosish orqali cho'ngaytirib olamiz. Ust tarafdan taglikning rangini o'zgartirib olamiz. Üstüden Window'ni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Character'ni tanlaymiz. Yan tarafda ochilgan ko'znakdan tomqa shaklini tanlab o'tgandan keyin internetdan ko'paytirib olgan xatlarni Ctrl V ni bosish orqali bu yerga chaplab olamiz. Chaplab olgan xatlarning hammasini tanlab mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz, ochilgan ko'znakdan Create to Smart Object deganni tanlaymiz. Xatni tutib aslidagi rasmni ustiga tashlaymiz. Xatni tanlab qo'sh chekimiz va ochilgan ko'znakdagi o'xshash mashg'ulot qilamiz. Üst tarafdan Filterni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Distort va Displace'ni tanlaymiz. Açılgan ko'znakni OK qilib o'tgandan keyin hujjatlar qismi ochildi va bu yerdan biz beshida saqlagan hujjatni tanlaymiz. Xatning shakli o'zgardi, hamda biz xatni tutib rasmni ostiga ilib olamiz. Knopka taqsidan altni bosish bilan mousening sol taraf knopkasini bosamiz va nisbatan ustidagi rasm ostidagi rasm bilan birlashdi. Ustidagi Normalni bosamiz, ochilgan ko'znakdan Linear Blur'ni tanlaymiz. Knopka taqsidan Ctrl ni bosish bilan birga rasmni tanlaymiz. Ostidagi rasmni tanlab o'tgandan keyin eng ostidagi Layer Mask deganni bosamiz. Rasmni qo'shib o'tgandan keyin ochilgan ko'znakdan knopka taqsidan Alt ni bosish bilan birga mashg'ulot qilamiz. Shuning bilan biz ishlamoqchi bo'lgan unum hosil bo'ldi degan gap.